Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi sotuvdagi xonadonimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan 2-qavatda 150 kvadratdan iborat 4 xonali uy. Bu yerda bizda bolalar maydonchasida kattakon fontani bor va bolalar o'yingohi va bu жилой kompleksimizning podzemniy parkingi ham bor. Xonadonimizning qo'l qismidaman qo'limizga bitta baho berasizlar. Qo'limiz katta, kengina, bu yerda bemalol mehmonlarni kutib olib, bemalol kuzatib olsanglar bo'ladi. Uyimiz 150 kvadrat, hamma xonalari keng va remontiga bitta baho berasizlar. Juda ochiq rangda ishlatilgan, ko'zni charchatmaydi va juda ham chiroyli tonlar, ranglar ishlatilgan. Xo'p, bu yerga keladigan bo'lsak, bizda bu yerda chap qo'limizda kiraverish eshigi, bu yerdan kirib, bemalol bu yerda pufik kiyimlar osishga joylar qoldirib ketilgan. Bu yerda esa bizda birinchi mehmonxonamiz. Mehmonxonamizga bitta baho berasizlar. Spokойный tonda qilingan. Mehmonxonamizda chiqarishda chap qo'limizda bu yerda bizda bitta spalniyamiz bor. Spalniyamizga bitta baho berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli qilingan. O'zini stroyinli shkaflari bor va televizor, tumba hammasi bilan birga sotilyapti va o'zini bu spalniyadan sanjillari ham bor. Va biz yana hol qismidamiz. Hol qismida mehmonlar gastevor sanjillar ham joylashtirilgan. Baho berishingiz mumkin, ko'rib chiqing. Va ikkinchi yotoqxonamizga sizlarni taklif qilamiz. Ikkinchi yotoqxonamiz ham bilan dizaynlangan, o'zini garderobi, sanjili va yotoqxonalar bor. Uyimiz полностью mebel bilan jihozlangan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin yotoqxona, karavot, televizor, lustralari hammasi bilan birga sotilyapti. Sizlarni kuxnyamizga taklif qilaman. Kuxnyamizga bitta baho berishingizni so'rab qolamiz. Kuxnya hammasi ham qolgan xonalarga qaraganda keng, juda bemalol. Bu yerda bemalol ovqat tayyorlab, bemalol ishlashligi mumkin ayollarimiz. Undan tashqari kuxnyamizda yana bu yerda холодильник, mikrovolnovka, plita hammasi ham bor. Va bu yerda esa bizda ovqatlanish xonasida ko'rishingiz mumkin. Katta televizor, stol, hamma sharoitlari bor. Kuxnyamizdan chiqishda sizlarni yana bitta xonaga taklif qilaman. Bu xona o'zingizlarning xohishingizlarga qarab yoki yotoqxona yoki ishlash xonasi, рабочий kabinet qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bu xona ham yorug', ko'rishingiz mumkin. Televizor, hamma sharoitlar, mebellar hammasi bor. Uyimizning domofoni ham bor. Kelgan mehmonlarni bemalol shu yerda kuzatib ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari uyimizda har bir xonada теплый pol bor, lekin har bir xonaning теплый polini har odam o'zini xonasini kerakli gradusda bemalol qo'yib qo'ysa bo'ladi yoki o'chirib qo'yadi yoki pastroq qilib qo'yish iloji ham bor. Turar joyimizning podzemniy parkingi ham bor, ko'rishingiz mumkin va bu yerda bitta mashinaga turargohi bilan birga xonadonimiz sotilyapti. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, uyimiz narxi juda ham zo'r. Tasavvur qiling, 180 mingga 150 kvadrat novostroykada 4 xonali mebel texnikasi bilan juda ham zo'r taklif deb o'ylayman. Quyidagi nomerlar bo'yicha aloqaga chiqing va shunaqa uy qidirib yurgan tanishingiz bo'lsa, videoni ulashib qo'yishni unutmang.